Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 26-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda o'tgan safar boshlagan vaqf, ya'niki to'xtash degan mavzumizni davom ettiramiz. O'sha vaqf degan mavzumizning ikkinchi qismini yoki bo'lmasa ikkinchi qoidasini bugungi darsimizda o'tamiz. O'tgan darsimizni bir takrorlab olsak. Kecha esingizda bo'lsa, so'zlarning oxirida masalan fatha, kasra, domma yoki in va un tanvinlari, un tanvinning hamma turlari kelsa, uni o'rniga sukun qo'yamiz degandik. Lekin an tanvini haqida gapirmagan edik. Bugungi darsimizda esa shu to'xtash belgilarining ikkinchi qismida an tanvini bilan kelgan so'zlarda to'xtash degan mavzu o'tamiz. Ya'niki an tanvini bilan tugagan so'zlarda to'xtash bu nima degani? Masalan, Qur'onda o'qib kelyapsizda, oyatning oxirida abadan degan so'z keldi mana. An tanvini bilan tugayapti. Siz yaxshi bilasiz, an tanvini alif bilan kelganda bitta alif qo'shib yoziladi hamda mana ikkita fatha va bitta alif qo'shib yoziladigan holatda yozilardi. Ya'niki bitta alifni o'ziga qo'shib olardi, esingizda? Mana bu holatda emas, o'zi emas, bitta alifni ham olardi. Endi masalan abadan degan so'zda to'xtamoqchi bo'lsak, biz abadan deb to'xtamaymiz, shuni bitta fathasini olib qo'yamiz. Masalan, ikkita bitta fatha. Shuni bitta fathasini olib qo'yamiz. Shuni bitta fathasini olib qo'ysak, quyidagi holatda bo'ladi. O'zi yozilishi abadan, lekin biz bu so'zni to'xtamoqchi bo'lsak, bitta fathasini olib qo'yamizda, abada deb cho'ziq holatda to'xtaymiz. Chunki bizning qoida bor edi. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda bu abada deb ikki harakat cho'ziladi. Diqqat qiling, o'zi yozilishi abadan edi, lekin biz vaqf to'xtash degan mavzu o'tyapmiz. Oyatning oxirida kelib qolsa, biz bitta fathasini olib qo'yamizda abada deb to'xtaymiz. Tushunali bugungi qoidamiz. Kecha o'tgan qoidamizda sukun bilan almashtirgan edik, lekin bugungi qoidamiz aytayaptiki, an tanvini bilan tugagan so'zlarda bitta fathasini olib qo'yasiz deyapti. Yozib qo'ydim. An tanvini bilan tugagan so'zlarda to'xtasak, bitta fatha tushib qoladi ekan. Ya'niki mana o'zi abadan yozilgan, lekin biz to'xtamoqchimiz. Shuning uchun bitta fathani olib qo'ysak, abada deb cho'ziq holatda to'xtaymiz. Tushunarli? Keling, hozir yana bir Qur'ondan shunga oid misollar ko'ramiz. E'tibor bering, biz hozir Qur'oni Karimda misollar ko'ryapmiz. Siz auzu bismillah bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana bugun o'tgan qoidamizga muvofiq quyidagi misolni ko'ramiz, qarang. M-A-S, mas, ru, qarang, vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda masru ron yozilgan, lekin bugungi qoidaga nisbatan bugungi qoida aytayaptiki, an tanvini oyat oxirida kelsa, ya'ni mana oyat oxirida kelyapti, chunki raqam bor. Oyat oxirida keladigan bo'lsa, ustidagi bitta fathasi tushib qoladi mana. Shunda o'qiydigan bo'lsak, masruro deb o'qiladi. Cho'ziq holatda o'qiladi. Nega? Chunki vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Bugungi qoidaga nisbatan esa an tanvini so'z oxirida kelsa, hamda to'xtamoqchi bo'lsak, ya'ni oyat oxirida kelib to'xtamoqchi bo'lsak, bitta fatha tushib qoladi ustidagi. Shunda bu cho'ziq bo'lib qoladi. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Chunki fatha bo'lib qoladi-da, mana qarang mana, bitta bo'lib qoladi. Shunda o'qiydigan bo'lsak, buni masruro deb o'qiladi. Bitta cho'zib to'xtaladi. Cho'ziq holatda ikkita cho'ziq bor ekan. Birinchisi rda, ru, keyin bunda. Shunda masruro deb cho'ziq holatda o'qiladi. Yana bitta misol bilan ko'rishimiz mumkin. Masalan, quyidagi misolga e'tibor bersangiz ham, bu misolda masalan yasiron yozilgan, lekin biz buni to'xtamoqchi bo'lsak, bu oyatda chunki raqam bor edi, to'xtaymiz. Shunda yasi, qarang, ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda bu yasiron o'qilishi kerak, lekin to'xtaganimiz uchun ustidagi bitta fatha tushib qoladi, mana bu tushib qoladi. Shuni tushib qolsa, yasiro deb o'qiladi. Bu ham cho'zib o'qiladi. Nega? Chunki alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Chunki bitta fatha tushib qolyapti-da bunisi mana. Qarang, tushib qolsa, shunda o'qiydigan bo'lsak, yasiro ikkita cho'ziq bor. Birinchisi sida, si, keyin ro ikkita cho'ziq. Ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda yasiro deb o'qiladi. Ya'ni buni
yasiron deb o'qimaymiz bundan keyin, chunki to'xtayapmiz. Shuning uchun bitta fatha tushib qolar ekan. Shunda yasiro. Faqat oyatning oxirida shunaqa to'xtaganimizda, lekin mana yerda mana ban yozilgan. Masalan, buni ba deb to'xtamaymiz bu yerda, chunki oyatning oxiri emas. Buni oxirigacha o'qiymiz. Ban yasiro. Ya'ni bu yerda boshqa qoidalar ham bor, kerak o'tamiz. Chunki yashil berib qo'yibdi, boshqa qoida bor. Sal kerak o'tib beraman. Asosiysi bugungi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan qoida shu. Demak, an tanvini so'z oxirida kelsa, ustidagi bitta fathasi tushib qolar ekan, cho'ziq bo'lib qolar ekan. Shunda yasiro deb to'xtalar ekan. Ya'niki yasiron deb o'qimaymiz, yasiro deb to'xtar ekanmiz. Ko'rib turibsiz, kitobda misollar ko'p. Shu betning o'zida ikkita misol ko'rdik. Sizga uyga sifa 3 ta shunaqa so'z topib kelish bo'ladi. Keyingi darsimiz yana 2 kundan so'ng soat 5:00 da bo'ladi.